O'zbekistonda milliard dollar ketgan xonadon bugun zo'r narxda sotuvda. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bemalol o'tirib olasiz. Men bitta zo'r qilib obzor qilib ko'rsataman. Siz niyat qilgan bo'lsangiz, bittagina qizartirib qo'yasiz, do'stlarga yuborib qo'yasiz. Men mana bu eksklyuzivni xonadonni bittalab obzor qilib ko'rsataman. Qani ketdi bo'lmasa narxini oxirida aytib o'taman. Albatta bu uy sizga yoqadi. Qani kelinglar bu yoqdan boshlaymiz. Bu uyimizda Mirzo Ulug'bek rayonida joylashgan 6 sotuvli 750 kvadratdan tashkil topgan. Bu eshigimiz даже trapni ham uyda bo'lmasa kerak, zirhli. Lekin siz uyingizda bo'ladi. Bu uyda olsangiz. Ko'ryapsizmi eshikda qanaqangi baquvvatligini? Hammasi eksklyuziv qilingan. Mana kulchatirlarga qarang, ahamiyat bering, qanaqa zo'r. Даже men hech qayerda ko'rmagan bo'lsangiz kerak, Yevropada ham даже hammasi eksklyuziv qilingan. Qarang, mana bular qarang, hammasi granit, toshda eng zo'ridan qilingan. Bu uyimiz zo'r tomoni umniy dom. Через Alicia boshqarasiz. Yana ish qilmasdan bemalol o'tirib hamma ishni bajarsangiz bo'ladi. Mana bu yoqga shu aytib o'tgandek bitta Cadillac'ni tiqib qo'ysangiz bo'ladi. Eng zo'ri, eng oxirgi modasini mana shu yerga qo'yib qo'yasiz, xudo xolasa. Xo'p. Mana bu joyda esa elektromobilga bo'lsa, hozir elektromobillar ko'payib ketdi, bu yerda ham tok qilingan, hammasi tayyor holatda. Uyimiz ichi juda zo'r. Uni videoni hozir oxirida ko'rib tursangiz, ko'rsatib chiqaman. Qani ketdi. Mana fasad qismimizga bitta ahamiyat berib yuboringlar. Fasad qismimizga ham juda katta pul ketgan. O'zingiz bu uyimizni-chi baribir videoda tushuntirib bera olmaymiz, ta'riflab bera olmaymiz, chunki ta'rifga til ojiz. Buni kelib ko'rsangiz o'zingiz bilasiz, mana bularga, mana bu eshiklarimizga, hamma joyga. Men hozir hovlini ko'rsatib chiqaman, yonqi hovli, keyin ichkarini ko'ramiz. Bizdan uzoqlashmay turinglar, qani kelinglar. Xo'p, bu hovli qismimizni yoni bo'ladi. Yonida joylashgan mana bunaqa basseynimiz bor. Bu letniy basseynimiz, isidi ham даже. Mana bularga bitta ahamiyat berib o'ting. Qanaqangi chiroyli qilgan, eksklyuziv qilingan, hech qayerda ko'rmadim даже. Mana bu archalarimizga, mana bu joyimizga qarang, letniy oshxonamizga bitta ahamiyat bering, qanaqa zo'r. Hammasi italyanskiy qilib tashlashgan mana bu narsalar ham bor-ku. Maza qilib o'tirasiz. Ammo bu yoqda esa o'choqlar bor, mangal bor, gaz bor, hamma narsa tayyor holatda. Terrasa qismimiz ham bitta bor. Men sizlarga hozir sanuzul ko'rsatib qo'yay, kelinglar. Sanuzul bitta eshigimizga ham bitta ahamiyat berib qo'ysangiz bo'ladi. Qarang. Tashqi sanuzulmizda bu yerda dush kabinka ham qilib qo'yishgan. Чтобы cho'milgandan keyin yengil bu yerda cho'mildingiz o'zingiz. Endi terrasani ko'rsataman, qarang, kelinglar. Bismillahirrohmanirrohim. Xo'p. Bu uyimizni terrasa qismi bo'ladi. Ikkinchi etajdagi terrasa qismi mana полностью oynali qilingan, xavfsiz juda ham mustahkam qilingan. Qarang, bu yerda maza qilib atmosfera juda ham chiroyli ko'rinadi.